Keyingi safar administratorimdan iltimos qilaman, chunki dapis masalalarni topshirishim kerak. Umuman o'zim bo'ynimga olib olganman-da. Tak. Qolgan ishtirokchilarim kirishini kutamiz. Har biringizni ko'rib turganimdan xursandman. Har biringizni sevgi olamlarida qarshi olaman. Bugun bizda групповой coaching konsultatsiyaga, ya'ni guruh bilan coaching, individualniy coaching kursimizni групповой shaklida bo'lib o'tadigan kursimizga bugun taqdimot efir bo'lib o'tadi. Ya'ni ko'pchilik bilmasligi mumkin-da, групповой coaching nima, coachingni o'zi nima, kurs nima, kurslardan foyda olish mumkinmi, nima keragi bor o'zi coachingda, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Men bor uzr so'rayman. Bugun aynan shu haqda ma'lumot berib o'taman sizga. Tak, hozir sizda jarayonlar qanaqa, holatlar qanaqa? Meni yaxshi eshityapsizmi? Keling siz bilan anaqa salginaqaga kirib olamiz. Salom Fotima opa, yurak chaluvchim. Tak, biza shunaqa proyekt ishga tushirdim-man. Jonli efirlarni oldinroqdan e'lon qilib qo'yamiz. Bir kun oldin, tushunmasa oldindan ogohlantirib qo'ymasak bo'lmayapti hozir. Sababi master ko'p, jonli efir kanal ko'p, ishtirokchilar unisi kanaldan, bunisi kanalga, bunisi kanaldan, bunisi kanalga, hali bu yoqda jonli efir, hali bu yoqda jonli efir. Ko'pchiligingiz xudo shunaqa bo'lib qoldingiz, qayerda qolish, qayerda jonli efir bo'lyapti, farqiga ham bormay qolyapti ko'pchilik. Men ham ko'pincha spontaniya kelib qoladi-da. Men ham holatimga qarayman, kuchimga qarayman. Bugun jonli efir o'tamizmi, yo'qmi? Bugun coachinglarim bor edi, jonli darslarim bor edi va ko'pchilik групповой coachingni e'lon qilib qo'yganimizda grupповой coaching haqida savollar kelish boshladi lichkamga va tushundimki, o'pishi hammaga kerak bu ma'lumotlar, shu uchun bugun efir qilishga qaror qildim. Bilamiz hozir Xo'p, davom etamiz. Qolganlar kirishmaganlar zapisdan eshitib olishadi. Guruh bilan coaching, bizda individualniy coaching kurslar bor. Coaching nima o'zi, kurs nima o'zi, konsultatsiya nima? Hozir shuni birma-bir farqiga boramiz. Hozirda bu haqda bugun sizga ma'lumotlarni berib o'taman. Hozirda masterlar ko'p. Har biringiz psixologiyadan sohangiz bor, bilimlaringiz bor va ko'pchilikka e'tibor bersam, hamma masterda eshitishadi-da. Uni ham kirib eshitishadi, buni ham kirib eshitishadi, buni ham kirib eshitishadi, bepul efirlarni eshitishadi. Ya'ni inson o'zligidan pul qizg'anadi. Inson muammolarni hal qilishdan pul qizg'anadi. Inson o'zini rivojidan pul qizg'anadi-da. Shuncha kishi bepul efir beryapti-ku, shundan olaman deb o'ylaydi. Albatta olasiz, nega olmaysiz? Albatta olasiz, lekin master bilan yakama-yakka ishlash, pul to'lov qilib ishlash energiyasi bilan bepul darslarni energiyasi o'rtasida albatta yer bilan osmoncha farq. Bepul darsga kirasiz, shunchaki himoyada eshitadi inson, pul to'lov qilayotgan inson u xohlaydi o'sha vaziyatni tark etishni, u xohlaydi o'sha vaziyatni tugatishni, unda butunlay javobgarlik bo'yniga olingan bo'ladi. Shu uchun ham
master sifatida har bitta master, har bitta psixolog ham pullik, ham bepul darslarni qo'yib qo'yadi. Nur masterlari e'tibor beradigan bo'lsangiz, men o'zim ustozlarim ham mana juda ko'p bepulga ochiq oydin hamma bilimlarni sovg'aga berib qo'yganmiz. Ya'ni oson ishtirokchilar, puli bor ham oson, haqiqatdan ham puli bo'lmasligi mumkin. Rostdan ham shunaqa vaziyat bo'lishi mumkinki, inson xohlaydi chiqib ketishdi, qo'lida puli yo'q. Lekin shunaqa vaziyat bo'ladiki, qo'lida puli bor, u xohlamaydi. Boshqa joylarga sarflashi mumkin, kasallikka sarflashi mumkin. Balans bo'lib chiqib ketayotgan pullarga yoki bo'lmasa yo'lda qanaqadir bir shtraflarga to'lashi mumkin. Lekin nima uchundir ruhiy rivojiga qizg'anadi har bitta inson. Xuddi shunaqa men o'zim ham bir vaqtlar juda ham xohlaganman tark etishni. Faqat qo'limda pulim bo'lgani bilan ongim yetmagan. Puli endi chiqqandi, telegramam endi rivojlanayotganda, psixologlar endi chiqqanda, o'sha paytda men men uchun bepul qo'yilgan efirlar asos bo'lgan, chunki men kuchli xohlaganman. Lekin pulli qo'yilgan kurslarda siz jonli qatnashganingizda siz primoy masterni energiyasiga ulanasiz. Kurs nima? Kursda mavzu beriladi, jonli tarzda masterni energiyasi asosida siz o'sha bilimni egallaysiz. U bilim sizga transformatsiya beradi. Uni transformatsiyani master bilan birga o'tasiz. Shunchaki bepul efirni eshitayotgan vaqtda siz uni chala-chulpa qilib eshitishingiz mumkin, uni transformatsiyasidan to'g'ri ham o'tishingiz mumkin, o'tolmasligingiz ham mumkin. Sifatli o'tish uchun master bilan jonli sizga sifatli ish, jonli pulli kurslarda bo'ladi. Agar siz o'zingiz ustida mustaqil bilimlaringiz bo'lsa, tajribalaringiz bo'lsa, ishonsangiz, hamma narsani mustaqil qilib yurgan bo'lsangiz, albatta o'tsangiz bo'ladi, qilsangiz bo'ladi. Lekin men o'zim tajribalarimdan kelib chiqib aytamanki, katta natijalarim pulli kurslarda bo'lgan. To'lov asosida qatnashgan, jonli master energiyasida uni ta'minini olib olganimdan keyin men jonli masterni tanlov qilaman har doim. Menda bo'lgan tanlov master o'tib bo'lgan kursni sotuvda bo'lgan, u ham moshnim. Ularni ham eshitaveraman. Lekin inson shunaqa holatda bo'ladiki, o'sha paytda har xil vaziyatlar bo'ladi, o'zingizda muammolar, yotib qolaverasiz, qiyinchilik, hayotga qiziqish yo'qligi hozir hammada ko'tarilgan. Negadir hayotga qiziqishingiz yo'q. Xuddiki umringiz besamar o'tib ketayotgandek. Mana shunaqa holatlarga ko'p tushib qolaveradi uyg'onayotgan insonlar. Va shuni hisobiga meni jarayonlarimni jonli tahlil qilib beradigan, turib qolgan savollarimga jonli javob bera oladigan master izlagan. Pulga bepul kurslardan уже najot topa olmaganman. Уже menga master kerak bo'lgan. Hozir har bitta insonga master kerak. Va bitta masterni qo'lidan tutdingizmi, bo'ldi. O'shani qo'lidan tutishingiz kerakda. 10 ta masterga borsangiz agar natija 100% garantiya bermaydi. Masalan, men o'zim ustozlarim ham xuddi shu tajribani aytgan, men instinktivni qo'llaganman. Bitta masterda tanlaganman-da, 3 yil o'sha masterda o'qiganman. Boshqa masterni eshitib ham o'tirmagan ekanimda. Natija bomba. Hozirgilar nima qiladi? Hali bu masterga yoziladi kursiga, buni tugatib bo'lmaydi, bunisiga yoziladi, mumkin emas. Natija ola olmaysiz. U master bu stansiyadan gapiradi, bu master bu mavzu haqida gapiradi. Ikki xil master, ikki xil ong o'lchamida sizni ongingiz anaqa bo'lib qoladi. Nima qilishingizni bilmaysiz. Men o'zim tanlagan masterlarim bor va u masterlar bilan ketganman. To'xtovsiz haligacha davom etib kelaman. Va pulga to'lov qilaman-da, kurslarga qatnashganman. To'lov qilib bitta master, qolgan masterlarni eshitib yotmaganman.
eng zo'r master bo'lsa ham, men uchun eng zo'r tan olgan masterim bo'lsa ham, hozir tanlagan masterimni eshitganman, uni eshitmaganman. Hozir tanlagan masterimni to'xtovsiz eshitganman. Va hozirda ikkinchi masterga o'tganman. O'sha masterimda ketyapman hozir. Hamma taniydi. Hozir u masterim asl bilimlarni O'zbekistonda birinchilardan olib kirgan master. Har biriz taniysiz u masterda. Hozir men professional master sifatida shu masterni tanlab qilib turibman va shu masterda ketyapman hozir. Shu master bilimlarida. Va albatta hozir menda eshitadigan masterlarim tak asosiy masterim bor, bitta asosiy master qolganlari yordamchi masterlar bor. Master bo'ladi, asosiy master. Asosiy masterni har kuni eshitasiz. Men asosiy masterim bor, uni har kuni eshitaman, Nur yo'lida. Professional bilimlarda ham asosiy masterim bor. Va o'sha birinchi tanlagan masterim bilan 3 yil qadam bosdim. Qarangda, xuddi mana bunaqa narsa. Siz maktabga bordingiz, siz nolovoy sinfga bordingiz, borganingizdan keyin hozir qo'llarni ochaman. Borganingizdan keyin 10 ta o'qituvchi almashdi. Bitta o'qituvchi o'qitgan gruppada bolada natija zo'r bo'ladi. 10 ta o'qituvchi almashsa, o'shanday bo'ladi-da. Bir narsani eplab qila olmaydi ham, o'qiy olmaydi ham, bardak bo'lasiz. Xullas. Shu uchun birinchi tajriba, bu sizga aytadigan eng professional tajriba. Har bitta profmaster, ustozlar ustozi aytgan. Men o'zimga eng oltin qoida. Bitta masterda tanladingizmi, boring. O'sha bilan 10 tasiga sakrab o'tib ketavermang. Birdaniga millionta kurs sotib olmang, uni transformatsiyasiga bardosh bera olmaysiz. Bittasini olingda qiling. Mayli parallellikda mana kurslar eshitish mumkin. Parallellikda agar u bilan uyg'un bo'lsa, master bilan masterni, masalan, u ham Nur master, bu ham Nur master eshitish mumkin. Mana bizda Gulnoz opa shunaqa qilyaptilar. Mayli, unda chunki sababi uyg'unda biza. Gulnoz opa mendan coaching olyaptilar. Shu bilan birga yana bitta yaxshi taniqli masterlar retretlarga qatnashyaptilar. Unda cheklov yo'q. Unda ko'tarilgan transformatsiyalarni biz coachingda ishlaymiz. Ya'ni men уже yordamchi masterman. Asosiy masterman. Gulnoz opani o'zlari biladilar. Lekin masterni qo'lidan tutib olganlar. Oson o'tadi bunda jarayonlardan, sifatli o'tiladi. Har doim sizda ham masteringiz bo'lsin, ustozingiz bo'lsin. Ustoz ko'rmagan shogird har qayerga yo'rg'arar deb bu haqda har doim aytilingan. Har doim sizni hozirgi energiyalarda ustoz juda ham kerak. His qilayotgan bo'lsangiz, oldinga ketish juda ham qiyin. Tushunmay qolyapmiz. Muammolar yupqalashgan, muammolar chuqurlashgan. Birdaniga portallab bitta emas, 10 ta programma ko'tarilib turibdi. Oldin bitta ko'tarilgan bo'lsa, hozir turmayapti. Birdaniga programmalar qatorasiga ko'tarilyapti. Yani ketma-ketda bunisini hal qilmasdan bunisi, bunisini hal qilmasdan bunisi. Master bilan o'tish oson. Oldinga ketayotgan insonlarga yoki oldinga ketayotgan masterlarga e'tibor bersangiz, kim oldinga ketayotgan bo'lsangiz, ustozi bitta, 10 ta emas. Ya'ni pulga oladi uni kurs sonida, eshitadi. Uni bepul efirga kirib, buni bepul efirga kirib, buni bepul efirga kirib, hali buni kursini tugatib, kim bunisiga sakrab, kim bunisiga sakrab, bo'lmaydi sizda natija. Bitta masterni tanlang-da, keting o'sha bilan. Eshitish mumkin qolganlarni, lekin asnoviy bitta eshitadigan masteringiz bo'lsin. Qolganini eshitmang demayapman, men ham eshitib turaman, boshqa masterlarni orientir olaman, ularning tajribalaridan xulosa qilaman. Chunki har bitta inson u bilim egami, ega emasmi, biz uchun master, hayotni o'zi retrit. Ko'pchiligingiz hozir shu jarayondamisiz? Kimda asosiy masteri bor? Agar asosiy masteringiz bo'lsa, iloji bo'lsa ismini yozmasdan bor deb qo'ying. Mayli ismini yozsangiz ham. Chunki bilasizmi, men oldingi
efirlarda o'zimni masterlarim ismini aytganman, zo'r reklama qilib berganman. Zo'r reklama qilib berganman. Ko'pchilik o'ylashgan bu o'sha masterdan olib beryapti-da. Masterdan bilimni olgan bo'lsa ham, bilim mualliflik, ya'ni o'zimdan o'tkazilingan bilimlar edi, umuman ko'chirma emas edi. Ko'pchilik shuncha bilimni bu olib beryapti ekan, masterdan o'shandan yozib olib beryapti ekan deb o'ylashganda, unaqa emas. Asr. Так, o'smonsiz o'qiyman. Asosiysi siz debdilar. Oy, Gulnazar, rahmat. Da, bilaman, asosiy master siz, manman hozir sizda. Shunaqa bo'lishi kerak ekan, qo'lidan tutuvchi masteri bo'lishi kerak ekan, juda ham to'g'ri. Sizni tanlovingiz to'g'ri. Men juda hurmat qildim mana shu joyda. Chunki oldinga ketish juda ham oson bo'ladi. Anglash, Eliana debdilar. Rahmat jonim. Mana bunaqa bo'ladi-da, mana o'sha o'quvchilarni ongi o'stida. Mana masterni qachon o'zgartirish mumkin? Mana endi masalan, meni oldin qo'ldan tutib turgan masterim bo'lgan. Birinchi masterim bu albatta bepul kurslarni eshitganman, Mushtariy Yo'ldosheva. Keyin Diyora To'rabekova men qarang, Diyora To'rabekovani men 1 yil qo'lidan tutganman. Boshqa masterga almashtirmaganman. Bepul efirlar bo'lsa eshitardim, bepul efirni ham eshitardim, pullik efirga ham qatnashardim, 3 oylik retritlarga qatnashganman, yangi yil retritlariga 1 yil mobaynida yana Turkiyada retritlar qildilar, jonli retritlarga bora olmadim. Xuddi men bilan birga qo'lidan tutgan 1 yil mobaynida tutgan o'quvchilar borda. Dilamor va Arxayna Tanis shartsiz energiya taraladi. Juda zo'r. Sizni ham uradi. Butunlay qalbda yashaydi masterlar. Juda ham kuchli master. Men 1 yil qo'limni tutganman. Pashta 2 yil desam bo'ladi. Va rosa o'sganman. Boshqa masterni eshitmaganman. Unisidan bunisiga sakramaganman. Keyingi masterga o'tganman. Unda ham 1 yil o'qiganman. Hamma kurslarda. Hozirchalar. Nachon. Keyingi masterimda ham unda ham 1 yil qo'lidan tutib o'qiganman. Keyin Nur masterga kelganman. U master butunlay yerga oluvchi master Dixonim. Dixonimda 1 yil yurganman. Hamma kurslarda borman. Pulli kurslarni sotib olib, eshitib chiqqanman prям. Energiyasida bo'lganman, cheksiz pullar retritida va boshqasida. U masterdan keyin 1 yil turganman. Undan boshqa masterga sakrab o'tmaganman. O'sha masterni eshitganman 1 yil mobaynida va o'sha masterdagi hamma qirralarni olib, birlashganman. Sotuv texnikalari, sotish. O'sha bitta masterni tanladim. Bo'lganimdan keyin masterni almashtirish kerakligini qaydan bilasiz? Bo'ldi, bo'lganman-da, men o'sha o'sganman. Masterdanda undagi hamma narsani bo'lganman, birlashganman. Master bilan o'sganman-da, keyin boshqa masterga tortilgan, eshita olmay qolganman darslarini. Chunki ong o'sib ketgan. O'sha vaqtda parallelni Aliyana ustozimni ham eshitardim. Jonli. Bepul kurslar bor edi. Bepul kurslarni eshitgim kelmagan. Sotib olingan kurslarni eshitgim kelmagan. Hozir. Jonli master izlaganman. Meni qo'limdan tutib turgan. Va keyin Nur masterni tanlaganman. Bilasiz, bu kanallarimda qo'yganman, Aliyana ustozim. Va 3 yil qo'ldan tutganman. Haligacha Aliyana ustoz meni asosiy masterlarimdan biri. 3 yildan beri qo'ldan tutib turaman. 3 yildan beri hamma proyektda borman, yopiq proyektlarida borman. Endi shu uchun ham rivojni ko'ryapti. Master bor. Istalgan yuksalayotgan insonlarning hammasi shunaqa.
o'zi baribir nomlarini tilga oldim va hozirda masterlardan safiriga jonli kurslarida живой qatnashishga o'tdim va hozirda safirani talab turibman asosiy master sifatida. Master sifatida professional butunlay safirani hamma tajribalari bilan birlashmoqchiman. Men Aliliana ustozni hamma tajribasi bilan birlashdim. Haliyam olaman. Haliyam oladiganlarim bor. Haliyam olaman ustozdan. Lekin 3 yil menga yetarli bo'ldi birlashishimga. Hamma tajribasini olib bo'ldim masterda. Baribir master o'syapti birga. Lekin men o'zimga keraklisini olib bo'ldim. O'zi his qilasiz. 1 yilda his qilasiz, 2 yilda his qilasiz. Lekin sakrab u masterdan bu masterga ko'chish kerak emas. Bitta masterni tanlang-da. Mayli, agar u master yoqmasa o'zgartirishingiz mumkin. 2 oy bunda o'qib, 3 oy bunda o'qib, keyin kelib bunda o'qib, keyin bunda $500 to'lab unda o'qish kerak emas. Navrot bitta masterda ketsangiz, narxlari ham arzon bo'ladi. Ichki narxda olasiz. Siz uchun ancha qulaylik tug'dirib beradi masterlar. O'quvchisi bo'lsangiz-da. Mana shunaqa men sizga bugun masterlik bo'yicha sizga o'zimni kanal ishtirokchilarida ish haqida aytmoqchi edim. Mana bizda ham meni qo'limdan tutib keluvchi o'quvchilar bor. Ular hamma kurslarimizda bor. Ongi prям zo'r o'syapti. Shunaqa o'quvchilarim borki, 1 yil men bilan bo'lgan. Hamma proyektlarimni qoldirmagan. Jonli bo'lgan. Ular уже men bilan birlashgan. Boshqa masterga o'tmaganda, men bilan birlashganda, shundoq qarasam, men borman uning ichida. Nima degani? Xuddi mendagi kanal yurish texnikasi, o'zini tutish shundoq olib olgan o'ziga. O'quvchilarim bor, xuddi shunaqa. Qaysi bir o'quvchilarimda shunaqa bor, shunaqa o'quvchilar 1 yil, 2 yil men bilan birgalikda to'xtovsiz kurslar olgan, coachinglar olgan, jonli kurslarda to'xtovsiz qatnashgan o'quvchilarimda prям men ularning ichida uyg'onganman. Master siz ichingizda uyg'onadi. Men masterni shu uchun istalgan qaysi masterda qatnashgan bo'lsangiz ham, u masterni tark etishingizdan oldin tanqid ko'tariladi. Hamma tajribasiga tark etishingiz kerak qo'yanda. Boshqasiga borishingiz kerak, o'sha bu masterdan olib bo'lganingizdan keyin o'tishingiz kerak bo'ladi boshqa masterga. Shunaqa paytda masterga minnatdorlik bilan uni o'zingizda uyg'otib o'tishingiz kerak. Hamma master sizning ichingizda. Dixonim ham meni ichimda, Aliliana ham meni ichimda. Diora Nura meni ichimda. Qaysi nechta master bo'lsa, hammasi meni ichimda. Va eng buyuk masterlardan biri bu hozirda men to'xtovsiz investitsiyalarni eshitayotgan master Anna Kamolaya Hefors. Bu master asl bilimlarning onasi hisoblanadi. Anna Kamolaya Hefors. Investitsiyalarni Anna Kamolaya Hefors tana bilan olib tushgan master. Kosmosdan, asl uydan, yagona uydan. Xuddi mana shunaqa men bugun sizga shu tajribamni jonli efirda bermoqchiman. Endi bu jonli efirda kim zapisdan eshitadiganlar bor va siz borsiz. Kimga kerak bo'lsa bu tajriba aytilmayapti hozir. Yozib boring, sizda qanaqa masterlar bo'yicha tajriba? Siz hozir ko'rdingizmi o'zingizni ongingizda? Nima qilib yuribsiz siz? Bitta masterni qo'ldan tutganmisiz? Muammo uchun, istalgan sizda muammo bo'lsa, pulsizlik muammosi bormi? Munosabatlarda muammo bormi? Siz agar o'zingizni muammongiz uchun investitsiya kiritmas ekansiz, bepul nimadir olib hal qilaman deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. O'zingizdan berishingiz kerak, o'sha muammoga energiya berishingiz kerak. Endi yana bitta narsa, eng muhim narsa, masterga biza to'lov qilganda nimaga to'lov qilamiz? Masterga to'lov qilganda uni tajribasiga to'lov qilamiz. Mana bunaqa qarang. Masalan, master o'sha savolni, master o'zi bilimni oladi, hayot imtihonlaridan o'tadi, keyin master bo'ladi. O'zidan o'zi master bo'lib qolmaydi. O'zidan o'zi 100 ta klientga ega bo'lib qolmaydi master. Hech qaysi borliq unga 100 ta klient keltirib bermaydi. Ayniqsa nur masterlariga.
yuqoridan tan olingan bo'lsa, keladi klient. Ya'ni hayot imtihonlaridan o'tgan bo'lsa. Ana endi hozir yangi masterlar bor chiqayotgan. Shunaqa masterlar borki, o'zi qo'llagan o'sha bilimni, o'tgan o'sha bilimni transformatsiyasidan uni poliyasida yechim bor. Shunaqa masterlar bor, o'sha bilimni o'tmagan, masterni o'zida natija yo'q, masterni o'zi aytayotgan o'lchamida yashamaydi. U shunchaki fleshka, как fleshka. U yo'g'idan ko'chirib olib sizga beradi. Fleshka, o'tkazgich emas, primoy sizda u yo'q asl mana imtihon o'tgansiz tajribani o'tkazib bera olmaydi. Masalan, qarang. Masalan, menga keldi deylik, misol uchun, masalan, davom etamiz. Menga klient keldi deylik-da. Klient keldi sizga. Klient nima masalada keladi? Klient ko'pincha master hal qilgan savollari bilan keladi. Masterning o'zida yechim borligini ong ostidan his qiladi klient, keyin klient kelishni boshlaydi. Qaysidir master sizni tortayotgan bo'lsa, demak, u masterda javob bor. Masalan, menga kelayotgan klientlarni hammasida menda javob bor. Agar siz ham professional master bo'lsangiz, o'zingizda, maydoningizda o'sha bilimlardan natijalar bo'lgan bo'lsa, klient natijangizga keladi. Agar sizni hayotingizda u bilim natijalar bermagan bo'lsa, o'zingiz u bilimlarni qo'llamagan bo'lsangiz, klientni qabul qila olmay qoladi master. Klient ko'tarib tashlaydi programmasini. Master ishlay olmay qoladi. Masterning o'ziniki ko'tarilib ketib qoladi. O'zida hal bo'lmaganda u programma. Masalan, biror bir inson keldida, erkak bilan savoli bor. Masterda o'zida esa erkak yo'q yoki erkak bilan shartsizlik o'lchamiga kelmagan. O'zi shartsizlik o'lchamiga kelmagan master klientni o'tkazib bera olmaydi shartsizlik o'lchamiga. Bunaqa masterlar rosa ko'p tiqilyapti hamma joyda. O'zida natija yo'q masterlar va master bilan masterni e'tibor berishingizni va farqiga borishingizni xohlardim. O'zini ustida ishlagan master bilinadi, ko'rinadi, his qilasiz uni. Har taraflama o'zini tutishidan, hayotidan, ochiq-oydin ulashayotganidan, haqiqatni gapirayotganidan, har xil maskalarga kirmaganidan his qilib olasiz. Master tanlayotganda mana shu jihatiga ahamiyat bering. Ana endi men misol uchun master sifatida nimalar bera olaman sizga? Menda master sifatida butunlay matritsa o'lchami tark etilgan, ya'ni qullik matritsalari yopilingan, polni yopilingan, kelinlik matritsalari, qaynona bilan savollar, munosabatlar, erkaklik, ayollik matritsalari tark etilgan, pul bo'yicha natijalar bor, masterlik bo'yicha har taraflama, oila bo'yicha, ayollik bo'yicha parallelni olib ketayotgan masterlardan man. Mana qarang, bitta yo'nalishda ketish mumkin. Masalan, master faqat pul savolini hal qilyapti-da, ketdi. Bor shunaqa masterlar. Misol uchun, nomini aytmay qo'yay, bitta masterni bilaman, o'sha master faqat pul savoli bo'yicha. Pulda zo'r ochilingan, lekin boshqa poliyalar qolib ketgan. Ayollik poliyasi qolib ketgan, onalik poliya qolib ketgan, ya'ni erkaklashib ketganda, ular ishlanilmagan. O'sha faqat pul savoli, masalan, men ham faqat pul savoli bilan ishlayversam agar, puldan bomba bo'lib chiqib ketaman. Ya'ni bolalar, bilan birga ketish esingizdan chiqib qoladi-da. Birgalikda ketayotganda keng rivoj ketadi. Men shunaqa masterlardanman. Oila bilan, erkak bilan, farzandlar bilan birgalikda masterlikni olib borayotgan, masterlik yo'lini o'tayotgan trenerlardan biriman.
va bu energiyalarni sizga bermoqchiman. Ya'ni sizda parallelni rivoj ketadi. Ham erkak bilan garmoniyaga kelaverasiz, ham missiya savollarini yechaverasiz. Sababi men missiya savolini ham yashab o'tdim 3 yil. Pul savollaridan, nur yo'lida, asl missiya yo'lida pul topilingan. Butunlay qalbga o'tilingan. Siz kelganingizda mana masterlar bor, shunaqa masterlar masterligi zo'r, ayolligi zo'r, lekin erkak bilan savollar ochiq. Siz borganingizda albatta bu maydon sizga ta'sir qiladi. Ya'ni nima uchundir eringiz bilan ya'ni erkak savoli ishlanilmay ketaveradi-da. Erkak bilan nimadirlar ko'tariladi, u masterda yechim yo'q. Shunaqa masterni tanlaysiz-ku, o'sha erkak bilan garmoniyaga kelgansiz, u master energiyasiga ulanganingizda eringizga nisbatan sevgi ortib ketaveradi. Yoki transformatsiyaga keltiradi. O'zingizda qanaqadir bir programmalar bo'lsa ko'tariladi-da, garmoniyaga kela boshlaysiz eringiz bilan. Xuddi shunaqa. Mana shu jihatlariga e'tibor berib tanlaysiz masterda. Masterda qaysi poliyalar aktiv, o'sha joyga yo'q bo'lgan poliyaga filtr qo'yasizda. Masterda yo'q, hozircha erkak yo'q. Demak, shu uchun master shunaqa deyapti. Chunki masterda erkak bo'lmagan paytda, eri bilan ajrim bo'lgan paytda shunaqa masterlar juda ko'p hozir. Albatta unda unga ham e'tibor berasiz. Qaraysizda filtr qo'yasiz. Erkak bo'yicha xulosalariga. Men hozirda mana shu narsani beryapman. Xuddi shunaqa masterlarni tanlaganda bunga ahamiyat berish zarur. Masterda farzand bormi? Bunga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Farzand ham katta poliya. Onalik poliyasi juda katta poliya, juda katta savol. Master sog'lik savollari bor. Master o'zi sog'lommi? Kasal bo'layotmabdimi? Da shunaqa. Masalan, menda sog'lik bo'yicha savollar yopilingan. Gen darajasida sog'lik bo'yicha katta savollarim yo'q. Kasallik savoli aktiv emas, lekin ajdodimda bor, ortiqcha vazn bor. Sog'lik savoli bo'yicha faqat menda bu o'sha parallelni ketyapti. Ajdodimda bor bu savol. Bu kasallik hisoblanmaydi. Bu proseslar natijasida kelib chiqadigan jarayon. Chuqur kasallik hisoblanmaydi-da. Masterda o'zida kasallik bormi? O'zimiz kasallik savollarini yopgan masal. Agar siz kasallik savoli bilan borayotgan bo'lsangiz, menga kelgan ishtirokchilar bor, matka savoli bilan kelishgan, boshqa savollar bilan. Meni ajdodimda gen darajasida ayollik savollari juda ham toza holda yopilingan. Bizning ayollarda umuman muammo yo'q bu jihatdan. Gen darajasida yopiq bu savol. Men o'zim shu uchun ham ajdod darajasida ayollarda gen darajasida yopilgani uchun hech qanaqa qiyinchilik ko'rmaganman. Ayollikda, farzand tug'rig'ida, farzandli bo'lishda, erkaklar bilan munosabatda. Ya'ni mana shu joylarga e'tibor berasiz. Master o'zi qanaqa? O'zi erkak bilan yashayaptimi? O'zida farzand bormi? Unda qanaqa poliyalar aktiv? Bu bo'lish ongida aytilmayapti. Tanlayotgan masteringizga e'tibor qaratish uchun aytilyapti. Men o'zim oldin bu bilimlarga ega bo'lmaganman va instinktiv ravishda Alilianani tanlaganman. Sababi Alilianada ham er bo'lgan, ham farzand poliyasi bo'lgan, ham ona bo'lgan. Masalan, men bitta masterni tanladim. U master hali turmushga chiqmagan, erkak yo'q. U masterda bola yo'q. Uni javoblari meni qoniqtirmadi. Sababi his qila olmayapti meni. Sababi u hali ona bo'la ulgurmagan. Yo'q, u farzand poliyasi yo'q faqat. Hali erkak yo'q hayotida, bilmaydi u. His qila olmaydi, chunki yashab o'tsagina his qiladi. Yoki erkak kirib kelmagan hayotiga. Bor, turmushga chiqish niyatida mana shu joylariga e'tibor qaratasiz. Men bu vaqtda oldin ham aytganman. Ana endi bu mana shu tajribani bugun sizga bermoqchi edim. Bo'lacham uxlab qoldi.
Ana endi men sizga o'qiyman, keyin kurslar nima, retreat nima, kurs nima, coaching nima, individualniy ish nima, bu haqida ma'lumot beraman va oxirida gruppa bilan ishlash jarayonlarini men sizga ma'lumot berib o'taman. Men nima uchun ishonch bilan gapiryapman? Sababi men sizga berayotgan bilimlarimda o'sha o'lchamda yashaymanda. Men o'sha tark etilgan. Masalan, qaynona haqida gapirayotgan bo'lsam, qaynona bo'yicha savol 100% yopilgan. Erkak haqida gapirayotgan bo'lsam, erkak bo'yicha savol 100% yopilgan. 100% deganim deyarli 100%. Unaqa og'ir savollar yo'q. Kasallik haqida gapirayotgan bo'lsam, kasallik og'ir kasallikli yo'q. Mani poliyamda. Toza bu tarafdan. Mana shu joylariga juda ahamiyat qaratishingiz kerak bo'ladi. Agar siz erkak bilan ajrim savoli bilan bo'lsa, sizni savolingiz iloji boricha eri bilan yashayotgan masterni tanlang. Chunki u erkak bilan qola olgan. Mana sizda erkak bilan ajrim bo'lyapti, lekin siz master tanlayapsiz, uni eri yo'q. Yoki siz shunaqa master tanlayapsizda, bor, unda bilim bor, lekin poliyada yechim yo'q. Bilmaydi u baribir. Birga o'tib kelmagan. Nechadir yildan beri ajrashadi, master o'zi erkak bilan birga o'tib kelmagan jarayonlardan. Masalan, men yaqinda o'sha turmush o'rtog'im bilan suratlarni qo'ydim profilimda. Shunaqa bo'lganki, turmush o'rtog'im men bilan birga ketimdan chiqib kelganda, proses bir xil ketgan. Erkak bilan rivoj birga-bir ketgan. Men o'sganman, ketimdan erim chiqqan. Men o'sganman, ketimdan erim chiqqan. Albatta, yaxshigina proseslardan o'tganman erim bilan. Ya'ni davom eta olganman erkak bilan. Bu men yaxshiman, boshqa master yomon degani emas. Tanlayotganda e'tibor berish kerak. Unda yo'q yechim baribir sizga. Hozir yana shu haqida gaplashamiz. Masalan, erkak bilan ketayotgan masterlardan zo'r ketayotgan master bu Diranor. Shunaqa erini rivojlantirib borgan. Prям zo'r erkak bilan arxiy o'stirib borgan shu qadar. Erkak bilan moshni rivoj ketgan va bor hayotida chiqib ketib qolmagan. Unda bor yechim. Siz borsangiz, u sizni ajratib bormaydi eringiz bilan da ajrim bo'ladi qachonki u erkak siz bilan savollari tugagan bo'lsa ajrim bo'ladi, u masterga bog'liq emas. Lekin ko'pchilikda savoli tugamagan bo'ladi, yuqori koordinatalar turgan bo'ladi, hali ajrashib ketishadi. O'sha erkak bilan ajrim bo'lishi mumkin albatta, agar savol tugagan bo'lsa. Agar egodagi ajrim bo'lsa, men bunga qo'shilmayman. His qila oldingizlarmi shu joygacha savollar bormi? Men nima demoqchi ekanligimni his qildingizlarmi? Masalan, masterda poliyasida bola yo'q, lekin sizda bola bor. Master o'tiribdi xotirjam, siz uni ko'ryapsiz, qanday xotirjam. Unda bola yo'qda, chunki masalan, mana 3 ta bolam bor. U xotirjam o'tiribdi, eri bor, o'zi bor. 3 ta bolasini qo'liga berib qo'ysin qani? Masterni o'zi 3 ta bola bersin, albatta xotirjamlik yarata olasiz, lekin mas'uliyat 3 karra ortadi sizda, solishtirmang. Naqadar albatta xotirjamlikka kela olasiz. Men 3 ta bola bilan yaratdim. Lekin sizda 3 ta bolangiz bor, unda bola yo'q. Ustiga gapiradi, nima uchundir siz javob ola olmaysiz masterdan. Sababi masterda o'zida bola yo'q hali.
50 ga kiryapti, bolasi yo'q. Misol uchun 40 ga kiryapti, bola yo'q. Hali er bor, lekin bola yo'q. Siz boryapsizda, unga savol beryapsiz. Sizda bola bor, 4 ta bola bordir. Sizda onalik poliyasi bor. Siqilib ketyapman, bolalarim bilan qiynalyapman desa, u уже xotirjamda, siz unga qarab, siz qanaqa xotirjamsiz? Bolasi bo'lmagandan keyin o'zi bilan eri, 2 kishini mas'uliyati, xotirjam o'tiribdi. Masterlik ishi. Bola bilan birgalikda ketish, siz u masterdan kuchliroqsiz. Solishtirmang o'zingizni. Bola bormi уже sizda? Sizda bu savol yopiq. Unda bola yo'qmi? U savol ochiq u masterda. Bola savol yopilmagan, yo'q bola, berilmayapti bola. Albatta, u master ishlab yopish kerak bu savolni. Sizda bola bormi? Siz kuchliroqsiz. Shu uchun qaraysiz master poliyasiga. Va e'tibor berasiz. Bolasi yo'q master sizga, masalan, mana shunaqa bo'lgan. Menda bolalar bor, yosh bolam bor, qo'limda chaqalog'im bor, men rivojlanishim kerak. Aytibdi, bahona bu deyapti. Qanaqasiga bahona? Bola bilan birga bolacha bu bahona. Bahona emas-da u narsa. Bolalik bo'lib ko'rsin, biladi o'sha master. 3 ta bola tug'sin, kechqurun uxlamasin, uni mas'uliyatini olsin, o'zi bilan birga boqsin. Keyin biladi. Ungacha his qila olmaydi sizni. Yo'q, men ololmadim. Mana 100% javob yo'q. Masterda javob oldim, masterlik bo'yicha. Zo'r yechimlar oldim. Rivojimda masterlik bo'yicha zo'r o'sdim. O'zini ustida cho'tqa ishlagan, uni oldim. Lekin bola onalik savollarida 100% natija ola olmadim. Chunki buni masterlarning o'zi ham aytadi. Mana eng sevimli masterim aytgan, sizda bola bormi? Siz mendan ko'ra bu savolda kuchliroqsiz. Sizni poliyangizda bola bormi? Menda yo'qmi bola? Siz master sifatida siz kuchliroqsiz o'zi. Mana shu joylarga ahamiyat qaratasiz. Va hech qaysi masterni bir-biriga solishtirmaysiz. Master inson ular. Uni ham yopadigan savollari bor. Masterlar katta savollarni yopish uchun kelgan o'zi. Shu uchun master ular. Qancha og'riqlardan o'tib ketishgan, ayniqsa oldingi masterlar. U bizani bular hech qaysi muhokama o'lchamida aytilmayapti, xulosa qilish uchun aytilyapti. Ular o'sha yo'lni bosib o'tgani uchun men oson keta olyapman. Ular o'sha ajrashib, eri bilan shu savollarni ketgani uchun biz keyingi pokoleniyadagi masterlar oson keta olyapmiz. Bola bilan keta olyapmiz, er bilan keta, chunki ular yo'lni bosib o'tib berishdi. Oldingi iyerarxiya. Ota-onamdagi. Mani onam 15 yil qaynona bilan yashab qiynalgani uchun men erkinlikda yashayapman. Chunki onam yashayapti, o masterlar yashab berishdi biz uchun. Har birini tan olaman, har birini hurmat qilaman. Bo'sh ekanman, har birini tajribasini oldida. Lekin bu aytilishi kerak bo'lgan bilim. Siz tanlayotganda e'tibor berishingiz kerak. Filtr qo'yadigan joylaringiz bor. Masterda bitta bolasi bor, sizda 4 ta bola bor. Bu ham bilinadi. Bu masterda 4 ta bolalik tajriba yo'q. Yo'q, bitta bola, kattakon bolasi bor, oson yuraveradi. Sizga aytadi, "Men bahona qilyapsan, unaqa qilyapsan" deydi-da. Siz his qila olmaydi bola bilan qanaqa qilib ketishni bilmaydi. O'ziga bir ikkita bola berib qo'ysangiz, to'ntarilib bir turadi joydan-da, baribir yashab o'tgan odam biladi-da u narsani. Hozirgi masterlarga e'tibor bersam, hozirgi masterlar, yangi chiqayotgan masterlar hozircha yangi chiqayotgan masterlar biza уже yuqoridagi masterlar va talofatlar bilan o'tishdi biza uchun. Bizaga mana shu yulduzli yo'lni qoldirishdi. Har bir master ular o'tib yurgani uchun biz shunaqa oson o'ta olyapmiz, yengil keta olyapmiz va har bitta masterdan men xulosalarimni chiqaryapman. O'rgangan. Bunaqa qilish kerak emasligini, uni tajribasidan olganman. Siz masterdan tajriba olasiz. Ya'ni u уже yashab o'tib bo'lgan, agar tanqidda qolsangiz olmaysiz tajribani. Men
masterdan, masalan, har bitta masterdan bu bekordan bekorga master bo'lib qolmaydi. Har bitta masterni cho'tka ishlagan joyi bo'ladi. Har bitta masterdan oladiganim bor. Manam masterga kirsam, yozilgilarim kelib ketadi kursiga. Qanaqa zo'r ishlagan ekan, ayollik ustida. Qanaqa zo'r ishlagan ekanda shuni ustida deyman. Lekin baribir asosiy masterimdan qolmayman. Asosiy masterim o'sha bitta master tanlayman-da, o'sha masterga ketaman. Tak, his qila oldingizmi mana shu joygacha? Hozir men siz o'qiyman. Gulnoza kimni eshitsa ham qo'linglardan tutib turuvchi master bo'lishi shart ekan. Xuddi shunaqa jonim. Bu albatta siz jonim. Juda xursandman. Bitta masterni eshitish kerakmi? Aha, buni kanalimdagi tashlab. Assalomu alaykum. Xayrli oqshom Farida, xayrli oqshom. Da chat qismida fikrlaringizni yozib turinglar. Ana endi biz konsultatsiyada, coachingda nima olamiz? O'sha master bosib o'tgan tajribani pulga sotib olamiz. Masalan, menga murojaat qilishadi erkinlik savollari bilan qizlar. Qaynona savollari bilan erkinlik. Hozirda masterlar ham murojaat qilishadi. Masterlik savoli bo'yicha kanal yuritish, pul topish, chunki bu savollar menda yopilgan. Parallelda rivoj ketgan, parallel. Hamma maydon bir xilda ketyapti. Hamma maydonda bir xil proses, bir xilda o'tish bo'lganda va kursdoshlarim, masterlar, jannat ongi bitiruvchilari ham kelishadi. Juda ko'p professional masterlar kelishadi, konsultatsiya olishadi. Oddiy endi kirib kelgan, kurslarni eshitib yurgan o'quvchilar ham bor. Va ular kirib kelishganda mendan tajribani sotib olishadi. Coachingda masalan kirib kelishadi-ku. Menda yashab o'tilingan tajriba bilan bir xilda men gapirib beraman ularga ustma-ust programma. Master sizni bekordan bekorga tortmaydi. Unda oladiganingiz bor. Uni programmalari bilan sizniki o'xshash bo'ladi. Masalan, bizda bir qizimiz keldi. O'sha qizimiz oilasi bilan ajrim holatda edi. Ikkitam coachingda ishlashni xohlamadi, lekin uni men butunlay erkinlikka chiqarib olib bera olardim. Uni o'zida xohish bo'lmadi. Tajribani sotib olishga. Bu tanlov sizniki. Pul to'layotgan vaqtda mana qarang. Mana o'qishga kirmoqchisiz. O'zingiz mustaqil tayyorlanganingiz yaxshimi yoki o'sha imtihondan o'tgan bitta repetitor topib tayyorlanganingiz yaxshimi? Albatta, repetitor topib tayyorlansangiz, u biladi, qanaqa qilib o'tish kerakligini biladi, nima qilish kerakligini biladi. Oson kirib ketadi. Men o'zim shunaqaman, repetitor ustasi topganman, yaxshi o'zini ustasiga borganman. Oson kirganman institutga. O'zi bilan o'zi bo'layotsa kira olmaydi institutga hozir. Savollarni bilasizmi? Qanaqa patolog munosabatlar ham xuddi shunaqa. Master har bir tajribani beradi. Ilm beradi bir. Ongli ilm beradi. Va poliyadagi hamma tajribasini beradi sizga. Yaqinda men bo'lishaman. Coaching ishtirokchimiz sayohatga chiqib ketdilar. Pul bo'lgan, sayohatga chiqilmagan shu paytgachada. Turkiyaga sayohatga uchdilar. Hozir bo'lishdilar, videolarni sizlarga tashlayman. Natija bu ham, ya'ni loyiqlik hissi. Shuncha paytdan beri yashaganlar, qo'lida yaxshigina pul o'tgan, lekin hech sayohatga ruxsat bermaganlar. Sayohat qilishga. Shunaqa bo'ldiki, oson va yengil ochilib ketdilar sayohatga. Men tushundimki, da, mening poliyamda sayohat ham turibdi. Faqat men endi manam уже bermeni bo'lib tug'dim-ku, shu uchun faqat bu savollarni sal to'xtatibroq turdimda. Sababi bola albatta 1 yilgacha onadan yuqorida turadi. Bolani albatta hisobga olasiz. Uyda onlayn o'qish men uchun qulay bo'ldi, onlayn ishlash. Shunaqa natijalar bo'ldi menda. Keyin tushundimki, sayohatdan ham moshina natijalar bemalol. Nimaga tayyor bo'lsa olib keta oladi. Masterlik poliyasidan. Poliyamda bor. Sayohat
ya'ni nimaga tayyor bo'lsangiz shu natijani olaverasizda. Va natijalar hozirda juda ham kuchli bo'lyapti kvant tezligida. Sababi man 7-8 yildan beri to'xtovsiz va tinimsiz ishlaydigan masterlikka kiraman. To'xtovsiz ishlayman o'zim ustimda. Bu maqtanish emas, bu haqiqat bu. Men haqiqatni aytishni yaxshi ko'raman. O'zimni ham haqiqatim. To'xtovsiz ishlayman ustimda, umuman bir sekunddan to'xtamaganman. Doim har kuni tinimsiz to'xtovsiz ishlayman. Shu uchun ham natija tez, kvant tezligida. Uyg'ongan masterlar qatoriga kiraman. Uyg'oq masterman. To'xtovsiz instatsiyalar qabul qilaman, yangi instatsiyalar. Va mani poliyamda shunaqa coaching olishgan ishtirokchilarda protsess chuqur ketadi. Ularni har birini protsessini ko'rib turaman. Individualniy coaching bizada narxlangan, qo'yilgan. Hozirda coaching ishtirokchilari bor. Natijalar juda ham zo'r bo'lyapti. Ularni faqat ulasha olmayapman, vaqtim bo'lmaydi ulashishga. Chunki coachinglar ko'p, bu yoqda dars ham qo'yilgan, bu yoqda boshqa ishlarim ham bor. Uni ulashishga, qaysi birini ulashishga, shu ulasha olganimizcha ulashyapmiz, ulashilmagani qolyapti. Qo'limizdan kelgancha vaqtni bilyapsiz, qisqarib ketgan, qo'limizdan kelgancha ulasha olguncha ulashyapmiz. Chunki u ham mayda ish, qir, ol, joylarda, lekin qila olgancha qilyapmiz bu narsani. Lekin ko'p coaching ishtirokchilarimizda mush natija zo'r. Ko'rib ko'zim quvonyapti. Tezda natija bera olyapman va kvant tezligida. Ong instatsiya shunaqa narsaki, kvant tezligida o'tkazib beradi. Chunki sababi ular как положено yopilganda mani poliyamda u savollar. Erkinlik savollari, qaynona bilan, erkaklik bilan. Hozir hammada aktiv. Hozir yozib yuboring menga. Qaysi savol aktiv? Va men shu narsani his qildimki, ko'pchilikka coaching kerak, hammada ko'tarilyotibdi. Lekin pul savollari bor. Nima uchundir pul ketyapti, 1 million, 1 milliondan 4 million pul ketadi, har doim qayerlargadir ketadi. Coachinglarning narxi aslida juda ham qimmatli hisoblanadi. Meni coachinglarim arzon, sababi hali men qimmat qilib xo'sh sezilmayapti. Sababi faqat men yosh masterlardanman. Yosh master bo'lsam ham natijalarim ko'zga ko'rinarli. Ko'zga ko'rinarli. O'zim maza qilaman o'lchamimda. Va sizdagi barcha savollarga yechim bor poliyada. Hamma maydonda, parallellikda. Bizda hozir kurslar $400 bor, $550 coaching kurslar borda, ularni bo'lib to'lashyapti, ikkiga bo'lib yoki ishtirokchilarda mana shunaqa qilib to'lab olishyapti. Gulnoza opa borlar, bu yerda bormilar yana. Ko'p ishtirokchilarimiz bor, faqat bu yerda yo'q bu ishtirokchilar. Va ko'pchilikda ko'rdimki, protsesslar ko'tarilgan, ayniqsa yosh oila qurgan qizlarda. Endi mana 20 yoshda, 24 yoshga kirib kelishgan protsesslar mushni ko'tarilyotibdi-da. Mana chala-chulpa ishlagan ishtirokchilarda protsesslar, o'zi master sifatida borgan kurslarni to'liq o'zlashtirmagan ishtirokchilarda, o'tmagan o'sha yo'l ishtirokchilarda savollar ko'tarilyapti. Munosabat bo'yicha, erkak bo'yicha, pul bo'yicha, kasallik savollari. Va shu uchun, lekin puldan muammolar bor. Muammo yo'q aslida, xohlaysizmi, pul bor poliyada degani, lekin qanaqadir bir qizg'anchiqlik programmalari bor. Shu uchun men gruppoviy coaching tashkillashtirdim. Gruppoviy coachingda kelingda o'zingizni qiynab turgan savollaringizga javob oling. Coaching kurslarining natijasi общий kurslardan ko'ra faqat sizni muammolaringizga qaratilgan kurslarning natijasi bomba.
protsess shunaqa chuqur ketadi, anglash shunaqa chuqur ketadi, общий kurslarda ham ketaveradi natija. Lekin individualniy ishda umuman boshqa natija ketadi. Chunki primoy master siz bilan birga ish olib boradi. Kurslarda nima qilinadi? Kurslarda bitta komanda yig'iladi, mavzu beriladi, bilim beriladi kursda. Siz o'sha bilimni eshitasiz, egallaysiz. U bilimni eshitganingizdan keyin u bilim sizda kletchatkalaringizga singiydi. Sizda oldingi eski ustanovkalaringiz bilan qarama qarshilik tug'diradi. Sizda transformatsiyalar paydo bo'ladi. Siz anglab qolasiz. Men shu paytgacha qul bo'lib yashagan ekan, shu paytgacha qalbimga qarshi yashagan ekanman. Endi bunaqa yashayman deb sizda o'sha ongingizda transformatsiya boshlanadi. Shu transformatsiyalardan siz ko'tarilgan savollardan master korreksiyalarni qisqa korreksiya olib ketasiz. Shunaqa kurslar borki, уже unda sizda individual shunaqa savollar borki, inson o'zi kuchi yetmay qoladi. O'zida kuchi yo'q. Ana shunaqa paytda master bilan birga-bir ishlaganda juda katta natija ola olasiz. Coaching kurslar deyiladi bu. Va bu qimmatli hisoblanadi. Chunki individualni bitta siz bilan ishlaydi-da master. Chuqur ish ketadi. Faqat bitta o'zingiz. Master. Qo'lni bilaman, qo'lni hamma shundoq qo'lingizni ko'rib turadi master. Ish juda chuqur ketadi. Va bizda coaching kursida yozilgan ishtirokchilar buni ta'mini bilib olishda zo'r ketarkan protsess, qayta murojaat qilishadi. Coaching olgan ishtirokchilarda, ya'ni davom etishyapti. Davom ettiraylik, xohish borda, davom ettiraylik. Davayda keyingi coaching qachon bo'ladi? Davom ettiraylik, xohish bor. Xuddi shunaqa ko'pchilik ishtirokchilarda men shu uchun o'sha $400 summani yoki 10 martalik coachingimiz $400 bo'ladi-da, o'sha 10 martalik haftada 2 kun darslar qo'ysak, biza 1,5 oy, işte 2 oy ketadi. Ba'zida tanaffuslar berilishi kerak bo'ladi. O'sha 10 ta darsni balki undan ham ko'p bo'lar. Men sovg'a ham qo'shib qo'yaveraman orasiga. O'sha coaching gruppovoy biza individual savollar bilan ishlaymiz. 2 oylik ishga sizda $100 hozir narx qo'ydik. Aslida individualniy gruppovoy coaching kurslari bundan-da qimmatli hisoblanadi. Bu qanaqa bo'ladi? Biz qanaqa ishlaymiz? Kanal ochiladi, gruppa ochiladi va ishtirokchilar yozilishadi. Bizda o'sha talabgorlar bor va yozilishadi ishtirokchilar. Gruppada nechta ishtirokchi bo'lsa, har haftada 2 marta kun belgilanadi va har biri bilan ishlanadi. Gruppa nima degani o'zi? Gruppa bir xil programmali insonlar gruppa bo'lib yig'ilib olishadi xolos. Hech qachon bir xil programmali bo'lmagan insonlar bir joyga yig'ila olishmaydi. Borliq qonunlarga zid. Shu yerda mana hozir gruppa bo'lib yig'ilib turibsiz-ku joyli efirda. Hammangizni programmalaringiz o'xshaydi. Bir-birlaringizga o'xshash. Men bilan ham o'xshaysiz. Bu yerdagi hammasi bir xil insonlar biz. Programmalarimiz ham o'xshash, og'riqlarimiz ham o'xshash, xarakterimiz ham o'xshash, bosib o'tgan yo'limiz, bolalik og'riqlarimizgacha. Otam ichkilik ichishigacha, onam o'rganigacha hammasi bir xilda. Erkak bilan savollargacha gapirib bersam, xuddi meni gapirib beryapsiz deydi coaching ishchilar. O'z shu uchun kelgansiz menga. Shu programma o'xshashda shu uchun kelgansiz. Xuddi meni gapirib beryapsiz, Eliana deydi. Men o'zim gapirsam, o'zini eshitganday bo'ladi-da. Shunaqa insonlar gruppa bo'la olishadi. Borliq qonuni. Qanaqadir bir gruppa yig'ilgan bo'lsa, masalan, ichkilik ichuvchilar gruppasi. Bir sinxronda ichkilik ichish bo'yicha. Siz ularning gruppasiga qo'shila olmaysiz, siz ichkilik ichmaysiz. Masalan, narkomanlar gruppasi 100 yilga ularning gruppasiga qo'shila olmaysiz, sababi sizda unaqa shosnis yo'q. Sizda ilmga doir, rivojga doir shosnis bor. Shu maqsadda biz gruppovoy coaching tashkil qildik va albatta bu katta ish, mas'uliyat. Men ham energiya beraman sizga, energiya sarflayman va jonimni berib o'taman. Men ishimni yaxshi ko'raman. Chin yurakdan, qalban hamma energiyamni berib o'taman. Men bu hislatimni qadrlayman. Yuzaki o'tmayman hech narsani.
rosa o'zim maqtadim bugun. Yo'q, buni aytishim kerak. Siz his qilishingiz kerak-da. Kim o'zi bu master? Nima master? Qanaqa master? His qilishingiz kerak. Xitoy his qilishgan, olishgan ishtirokchilar his qilishadi buni ta'mini. Ta'mini his qilishadi, his qilib olishadi. Yo'q, u master yuzakroq qarar ekan. U ichiga kirib, jon kuydirib, u ta'mini his qiladi. Farqni his qiladi. Tak. Men sizni o'qiyman, yozgan bo'lsangiz. Yozmabsiz-ku, zo'r narx ekan debdilar Gulnozapada. Gulnoza opa $550 yosilganlarda. Gulnoza opa rosa shedri ayollar. Mana shu hislatlarni men o'rganganman Gulnoza opadan. Shunaqa shedri, pulli ham shedri keladi. Retretlarga ham shedri to'lov qiladilar, coachinglarga ham shedri to'lov qiladilar. Hurmat qilaman mana shu hislatlarni men o'rganganman ulardan. Shunaqa shedrilik. Tak, savollar bormi? Gruppoy coachingda agar sizda hozir sizda qanaqa savollar ko'tarilgan? Mana shu bo'yicha gruppada ishlanadi. Gruppada nima ish beriladi? Sizga korreksiya beriladi. Diagnostika qilinadi, sizda bo'lim, sizni butunlay stejingiz o'qiladi va har kuni faqat sizni muammolaringiz bo'yicha ishlaymiz. Mana asl muqaddas munosabatlar bor-ku. O'shanda shunaqa moment borda korreksiya rosa kutib turishadi. O'sha joyda, zo'r joyda videoni ochishadi, kutib turishadi. Eliana bizani korreksiya qilsin. Nima bo'lar ekan debda. Zo'r joyda o'sha joy. Juda insonni o'zini korreksiyasini eshitish mazza. Mana yaqinda bitta kursga qatnashdim. Shunaqa mazza kurs, faqat bizani programmalar bilan ishladik. O'zimizning savollar bilan. Ajoyib kurs. Mazza qilasiz. Mana master qanaqadir bir mavzu bermaydi-da, mavzu sizdan kelib chiqib beriladi. Sizning savolingizga javob beriladi. Gruppadagi insonlar sizni bitta muammoni, sizni muammongizni ular ming xil qirradan ko'rsatib beradi. Bu joydan, bittasi bu joydan, bittasi u joydan, bittasi bu joydan sizga ko'rsatib beradi va chuqur ish ketadi. Mazza ish bilan. Bitta o'zimiz ishlagandan ko'ra, ishtirokchilar bo'lsa, mazza qilib ishlaymiz. Ko'pi bilan 10 ta, kami bilan 5 ta ishtirokchilarni qabul qilib olamiz va ishlaymiz. Sababi 2 oylik ish, men ham energiya beraman sizga, men ham ishlayman, meni ham qoplash kerak u energiyalar. Meni ham o'zim восстановить qilishga, to'ldirishga berish kerak. Chunki men ham yaxshigina kuch sarflayman siz bilan birga, sizni muammolaringizni yashab o'taman. Bizning ishda energetik maydonda ishlaganda master yaxshigina kuch kerak bo'ladi masterning o'ziga ham, chunki sababi ishlaymizda energetik polya, yupqa pardalarda ishlash bu aslida qimmatli ish hisoblanadi, qimmatli ish. Tak, chatda yozing, hozir sizda qanaqa jarayonlar ko'tarilgan shu vaqtda yoki kimda qanaqa savollar bor, mikrofoningizni ochib berishingiz mumkin, men javob beraman. Keldingiz, anglashlarga keldingiz, sizda savollar bormi? Shu vaqtda bering. Eliana. Allo, ishlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eliana yaxshimisan? Assalomu alaykum, Nurapa, qanaqasiz? Zo'r, o'zi yaxshimi? Rahmat. Menda hozirgi holatim bo'yicha savolim bor edi-da. Bering. Qanaqadir kalavani uchun yo'qotib qo'ygandayman-da, qarang. Hukumat ongini birinchi bosqichni 4 ta kursini bitirganman. Chala bitirganim uchun vazifalarni bajarmasdan, ochgan bo'lsam, bir 4 ta klub ochganman. Keyin kristallar yozgan bo'lishim mumkin. Keyin shuni qaytadan o'qimadimda ikkinchi bosqichiga kirdim. Kirdimdan keyin bir marta to'lov qildim, 1 oyligiga. Keyin qaytib yana xuddi o'sha holat bo'ldi, qolib ketdi. Vazifalar chala qolib ketdi, bajarilmadi, kurslar orqada qolib ketdim, eshitilmay qoldi. Boshdan eshitaman deyman, yaxshilab eshitaman. Bu qanaqa? Mendagi nima
shu menda qanaqadir uстановка bordi boshdan yoki o'zim shunaqa nazorat qilaman boshdan yaxshilab eshitishim kerak degan nimada turganmanmi. Shu bilan yana ikkinchi bosqich ham chala qolib ketdi. Hammadan orqadaman, vazifalar ham bajarilgani yo'q. Mahliyon ballari bilan bu vaqt ham bo'lmagandi. Shu bilan endi hozir nimagadir shunaqa tortyapti, qanaqadir nima eshitishim kerak deyman, o'shani topolmayapman-da. Endi istasalar eshitishim kerak, nimadan eshitsam, qaysi kursdan eshitsam, nimaga kirsam ekan. Shunaqa holatda men kalabar uchun yo'qotib qo'ygan deyman. Lekin nimadir eshitgim kelyapti-da. Endi men aytaman, kvant ongini bitirmas turib deyman, boshqa narsaga kirmay, bu chala xayolimga bitta energiyam shu yoqqa olib turibdi-da. Davomini berdi-ku, bular yopiq proyekt. O'shanda bormisiz? Ikkinchi bosqichiga kirdim, yopiq proyektga. O'sha birinchisi chala bo'lgani uchun ikkinchi bosqichini bepul berdilar. Keyin yana $100 ga 1 oylik proyekt qildi bular. Qanaqa? O'shanda bormisiz? Yo'q, qanaqa proyekt? 1 oy bepul berdilar-ku, bir 10 ta dars bepul berdilar bizani oldinga ketishimiz uchun. Keyin yana alohida bo'ldi. Hozir yana ikkinchisi bo'ladi. Yaqinda men unisiga ham to'lov qilyapman. O'shanda bormisiz? O'sha proyektda hammasi beriladi-ku. Qaysi proyekt edi o'sha? Kvant ongini ikkinchi bosqichimi? Kvant ongini ikkinchi bosqichi kerak emas sizga. Siz bitirib bo'lgansiz. Qaysi edi o'sha proyekt? Shu Nur yo'li degan bor. Sizda chat qismida men o'zim yozib yuboraman. Endi qarang. Sizda nima bo'lyapti? Sizga уже ular kerak emas-da. Sizga yangi bilim kerak. Shu uchun kerak uchun tortmayapti-da, vazifalarni ham bajarishga uni o'tib bo'lgansiz u yo'lda. Sizga уже yangi bosqich kerak. Siz yaxshi o'tgansiz, Umar opa. Vazifalarni bajarmaganman degan narsa ichimda turaveradi-da shu. Yo'q, qarang, u kursda o'tolgancha, qilolgancha o'tgansiz. Уже uyg'onuvchi kursdan keyin уже 1,5 yildan keyin rejimga kiriladi. Ish keyin boshlanadi. Rejimga kiriladi. Chala bitirsa ham, ha? Da. Masalan, men o'zim hali bitirganimga 1 yil bo'ldi. Menga aytdilar-ki, ustoz 1,5 yil bo'lgandan keyin rejimga kirsang bo'ladi. Men rejimda ishlayman hozir. Shu rejim yo'q. Menda shu uchun kalabar uchun topolmayman. Rejim yetishmayapti. Kalabarni uchish yerda nimaga qolib ketdingiz? Nima qilib yuribsiz? Ikkinchi versiyada. Mahliyon bolalar bilan bo'ldimda, shu bahona bo'ldimi? Hech narsa chalkashib ketdim hamma narsada. Bo'ldi, Zulxomar opa, men sizni o'zim aytib turaman. Bo'layotgan kurslardan. Siz 4 ta kursni bitirgansiz, jonim. Nimani? Kvant ongini 4 ta kursini bitirganmisiz? Birinchi bosqichda 4 ta kursni bitirganman. Ikkinchi bosqichiga ham kirdim. Endi birinchi bosqichda chala o'qidim dedim-da. Ikkinchisiga kirdim. Emas, bu ikkinchi versiya u. Ikkinchi versiyasiga. Sizga ikkinchi versiya nima keragi bor? Qaytadan o'qiyman deganman. Mayli, unda o'qivering, lekin siz uni davomi bor-da, uni davomidagi bilimlar kerak sizga. Boshidagi bilimlar kerak emas, uni o'tib bo'lgansiz. Mana qarang, siz 1-sinfda o'qidingiz, 2-sinfda o'qidingiz, 3-sinfda o'qidingiz, 4-da o'qidingiz, endi 5-sinfda o'qishingiz kerak. Siz borayotgan 1-sinfda o'qiyapsiz. Zerikasizda. Qiziq. O'tib bo'lganman, nima qilib yuribman. Shunaqa bo'lyapti. Biz o'tib-o'tibki bo'ldi, nima qilamiz? Bizga 5-sinf programmasi kerak. Sizga 5-sinf programma kerak hozir. Nimani maslahat berasiz? Qaysi kursga, qaysi loyihaga kirishim kerak? Ilyonaga yozib o'rgandim, hozir darsdan keyin sizga yozaman dedi. Nimadir aytsa kerak u ham. Sizda hozir qanaqa proyekt ketyapti? Mana bu korreksiya darsiz qanchaga nima qilyapsizlar, o'tyapsizlar buni? Hozir Gopoy coaching bor. Coaching qanchaga? Coachingda ham xuddi mana shunaqa sizni savollaringizga, mana uyg'ongan savollarda javob beriladi sizga. Nima qilishingiz, qanaqa qilishingiz kerakligi aytiladi. Kublar qanaqa ishlash kerakligini ham aytaman, chunki bunda bilim bor menda. Rejimda qanaqa ishlash kerak, kasallik savoli bilan qanaqa ishlash kerak, bu bo'yicha ham bilim yetarli. Necha pul bo'lyapti praktis? Hozir $100 bo'lyapti, 10 ta dars, gruppoy coaching. Vash nima 3 martalik, mana 3 martalik coaching olsangiz o'sha narx. 3 martalikni $1 dan to'lasangiz $120 bo'ladi. 10 martalik gruppoy coachingni juda arzon narxga qo'yib qo'ydik.
Xo'p, hozir masalan ustoz eshitdik-a, ikkiga nima bo'lib deb keldi? to'lash imkoniyati bor. Mayli, his qilib ko'ring, jonim. Xo'p. Nima Qarab derkan? ko'ring. Mana xuddi sizdagi insonlar qayoqqa borishini bilmay yuribdi-da. Siz nechta masterda eshityapsiz, G'umar opa? Kimlarni eshitasiz? Qatorlashtirib. Elyanani yo'q, sizni eshitgandim, Elyanani eshitganman. Nimani, Alina Vasilani, keyin yo'q, boshqa keyin odam bu yoqdan jonim, eshitmasam. mayli eshitavering, lekin nur yo'lida bitta masterda ketish kerak. Chunki nur yo'li bu hazilakam yo'l emas u. Uyg'onish yo'li hazilakam yo'l emas. Hozir hamma uyg'onishi kerak-da. U sifatli bosib o'tgan master kerak. O'zini ustida sifatli ishlayotgan, ko'p nima palata nima buloqda bilimlarga ega bo'lgan master kerak. Siz o'sha ikkinchi bosqichdan keyin berdilarda 4 ta kursni bitirganlar uchun pullik proyekt berildi. O'sha proyektni qolib ketgansiz. Endi O'sha hozir proyektni oling. Hozir yaqinda Kubla dars bor, unga qatnashing, o'sha proyekt bilan parallel eshitasiz. Bo'ldi, sizga shu kerak. Agar o'shanda ham sizdan oldinga ketmasangiz, individualniy coaching olib ishlaysiz. Individualniy coaching nima? Mana individualniy coaching mana Zulxumor opada rosa ko'pda. Mana masalan biz masterlik kursida o'qidik, mushtari yo'ldoshmani master kletka kursida o'qidik. Master kletka kursida o'qigandan keyin savoli ko'tarildi. Mana o'zim ham ikkita konsultatsiya olib o'tib oldim. Masterdan oldin ikkitagina konsultatsiya yetdi menga. Yana olmoqchi edim, faqat to'xtatdim-da. Xuddi o'sha master kletkada programmalar ko'tarilgan, shaxsiy savol qolib ketgan master yo'lda. Men o'tib ketib oldim. Qolib ketgan. 1 yil o'tyapti ham, coaching olmagan. Keldilar, mendan 3 martalik coaching oldilar. Ularga men ko'rishimcha 3 martalik coaching kam. Yana olish kerak edi. Hech bo'lmasa, уже 7 martada polni olib chiqamiz o'sha o'lchamga. Уже ochilib ketadi hamma narsa. Hozir shunaqa natija beryapman. 3 martani o'zida, mana 3 ta coaching kursning o'zida hamma portal ochilib ketyapti. Anglash jarayon yangi keldi-da ishtirokchi. O'sha yangi ishtirokchimiz ko'p kurslarda o'qimagan, 3 martalik coachingni o'zida individualniy coachingga yozilganlarda shu katta shu $400 yozilganlar shekilli 10 martalikka. Individualniy coachingga yozilganlar va ularda 3 marta dars o'tilingan, bilimlar berilgan, instatsiya qabul qilganlar va eshitgan darsni to'liq. Shunaqa moshni anglash, polni natija anglash jarayoni kuchayib ketgan. Xuddi masterlarda anglayapti har bir jarayonni. Shunaqa o'zingiz his qilib ko'rasiz. Siz proyektlarni davom ettiravering. Yozsalar yozing masterimizga, davom ettiravering proyektlarni. His qilib ko'rasiz. Agar o'shanda ham qotayotgan bo'lsangiz, individualniy ish kerak bo'ladi ba'zi joylarida. O'tolmayotgan joylarimiz bo'ladi. O'zimiz ko'rmayotgan narsa bo'ladi. O'zingiz ko'rmayapsiz-da, mana nima bilan ishlashni bilmaysiz-da. Endi kurs o'tib bo'ldi. Biz nima bilan ishlashimizda master gruppoy coachingda siz nima bilan ishlashingizni o'zingiz bilmaysiz. O'zingizda nima turganini bilmaysiz-ku, master ko'rib turasiz sizda nima turganini. Shu uchun master kerak. Individualniy coachinglar istalgan eng zo'r masterlar ham individualniy coaching kurslardan o'sishgan. Mana kursni sotib olishgan, protsesslariga sotib olishgan, korreksiya. U individualniy coachingni ta'mi umuman boshqa, uni natijasi ham boshqa. Siz faqat siz bilan ishlaydi-da, unaqa ham ish kerak bo'ladi. Faqat qarab ko'ring. O'g'limdagi rivojsizlik menga bog'liq bo'lishi mumkinmi? Ham sizga bog'liq bo'lishi mumkin, ham o'ziga. Sizga bog'liq tarafi bor. Onasiz kusiz. Onasi kusiz. Hozir 4 yoshdan oshgan bo'lsa, o'ziga ham bog'liq, lekin ayol bo'lmasa, ona albatta onaga ham bog'liq, onaning fikrlariga bog'liq. Onaga umrimiz oxirigacha chambarchas bog'liq bo'lsa, baribir mana masalan onani fikrlariga kirib qoladi. Agar asl bilimani ichida bo'lmasa, bola onani fikriga как положено kiradi. Ona dasturda kiritaveradi, prям
bitta gap ayting bo'ldi, bola ishonadi bunga. O'zini shunaqaman deb o'ylaydi. Yo'q desa ham tamom. Ona shunaqa dedimi bo'ldi. Dasturda to'g'ridan to'g'ri kiritib yuboradigan inson ona bolasiga. Sen zo'rsan degan uстановка bo'lsa bolangizda zo'r yuqori koordinatalarni ko'rib tursangiz, bola ham ko'risha boshlaydi yuqori koordinatalarni. Ayol juda katta kuch-qudratga ega. Juda katta kuch-qudratingiz bor. Zulxumra opa, lichkada sizga yana yozaman. Bo'ldi, xo'p, gaplashamiz. Vasilani javobini kutayotganim, hozir darsdan keyin yozaman sizga degandilar. Men xuddi shu nuqtada qotib qolgan savolimni unga ham berganimda, yozaman Zulxumra opa, darsdaman degandilar. Sizga ham yozaman, Ilyana. Balkim ko'risharmiz Navoiyga borsam. Sizda jonli korreksiya kerak. Aha, balkim o'zim ham his qilyapman, bir ko'rishib, mahlim aytgani bir ko'rishib korreksiya oling deb. Jonli, individualniy, onlayn bo'lsa ham bo'ladi. Navoiyga o'tganimda yozaman, ko'rishib gaplasharmiz. Mayli jonim, xo'p. Aha, mayli. Sog' bo'ling. Omadlar, o'tib olasiz. Faqat qizg'anmang, o'zingizdan pul qizg'anmang. Pulingiz ketyapti-ku Zulxumra opa. Shunaqa hozir bilasizmi, shuni his qildingizda, to'lov qilishga qizg'onchilik ham hozir ko'p oshib ketgan, menda ko'tarilib ketgan. Bitta sizda emas, hammada ko'tarilyapti. Baxtli programmalar bitta hozir. Men ustozim 2025-yil energiyalari shunaqa, baxillik programmalari ustuvor. Avval unaqa emas, siz ham avval bilasizmi, 200-300 dollarlarga qoldirmay olib kelayotgandik ustoz darsini. Yo'q, jonim, 2025-yilda energiyalar shunaqa. Hozir may oyimi. Har bitta oyni protsessi kuchli, oydan oy kuchli bo'lib keladi. May oyini protsessi shunaqa. 2025-yil pul savollari bo'yicha mo'shni yil bo'lyapti. Baxillik, solishtirish, qarang, o'zini ustida ishlamasa ham, master bo'lmasa ham ko'tarilyapti hammada. Qizg'anchiqlik, o'zini bolasidan pul qizg'anadi. Oldingi yillar bu energiyalar tushirilmayotganida. Hozir bu energiyalar tushingani hisobiga ko'tarilgan. Demak, bu chiqish uchun-da joyiga tushadi. Shunaqa moshni ko'tarilgan, o'zini ustida ishlamayotgan odamda bu katta protsesslar berib boryapti. O'zini ustida ishlagan odamda yupqa pardalarda ko'tarilyapti. Demak, ko'tarilsa ham borda. Tortmasa ham to'lov qilishimiz kerakmi shunda endi? Masalan, qizg'onchilikni yorib o'tish kerakmi? Nima qilish kerak? Ha. Qizg'anchiqlik bo'laversin, siz to'lovmi? Ongli qilasiz. Men masalan ongli to'lov qilaman. Qizg'anchiqlik bo'laveradi, lekin mana sevgida to'lov qilavering, mana ongli bilasiz, u yerda yechim bor. Siz uni pul to'lab uni boyitib qo'ymaysiz, siz uni tajribasini olasiz. U bechora u tajribani olish uchun ming marta o'lib tirilgandir. U masterimiz ham qancha pullarni sarflab, bizadan 100 barra. Mana men o'zim undan ko'p pul sarflab o'qiyman-da, orzuroqqa o'taman-da darsni. Masterlar ham ular olishgan tajriba, shuni berishgan. Shunaqa bo'lgan-ku, men necha yildan beri kurslar sotib o'qib kelyapmiz, kambag'al qo'yganimiz yo'q. Ustiga o'sganmiz, pastga orqaga ketganimiz yo'q. Lekin mana ayni momentda shunaqa bo'lib qoldi menda. Kursga to'lov qilishga. Xuddi shunaqa to'lagimiz kelmayapti. Sababi rivojsizlikka doir programmalar hozir aktiv. Hozir hech kimni pul to'lagisi kelmayapti. Oldingidagi o'quvchilar bor, ko'pchilik to'lagisi kelmayapti. O'quvchilar bitta sizda emas, hammada hozir mana shu yerda o'tirgan ko'pchilikda shunaqa. Rosa o'ziga bo'lgan sevgi yo'qligi, o'zini rivojidan, ruhiy rivojidan pul qizg'anish, как o'ylashyaptiki, yashab o'tganim yaxshiroq. Unaqa emas, yashab o'tganda og'irroq bo'ladi. Mana misol uchun aytdim-ku, sizni qizingiz misol uchun. Mahliyo tushdida yana men uni o'tkazib bera olardim. Xohlamadida, u yana tushdi qullik o'yiniga. Chuqurlashgan o'yinga kirdi yana. Hozir unga undan battar qiyin bo'ladi. Unga shans bor edi. O'tib olishga, meni tajribamni olib. Menda unda yechim bor edi. U xohlamadi, to'lov o'qigisi kelmadi, o'ynagisi keldi. Bugun unga aytdim bu vaqtda, xulosa qil, to'xtat o'sha. Pulini keraksiz narsalar, pulni biz vaqti keraksiz narsalarga sarflaymiz.
Shunday bo'ladi. Men aytgan bo'lardim, asosiy biza pul sarflashimiz kerak bo'lgan nuqta bu ruhiy rivoj, uyg'onish yo'li. Yo, men ham buni anglang. Anglasangiz osonroq deysiz. To'g'ri. Masalan, o'sha kursga to'lov qilib olgan kurslarimizda shunaqa kalitlar berilgan, bizlarni o'stirgan, hech qachon orqaga ketmaganmiz. O'sha kursga to'lov qilganimiz ortig'i bilan bergan hayotimga. Unga achinmayman, lekin har bir o'sha olgan kurslarimizda shuna kerakli kalitlar berilganda, shunaqa hayotimizda asqotadi o'sha narsa. Shunday xursand bo'laman undan. Lekin hozirgi holat shunaqada, menda hozircha shunaqa bo'lib qoldi-da. Faqat siz haqingizda gapirmayapmiz, obshiy gapirdim. Shunday. Mahliya haqida xo'p gaplashamiz keyin bo'lmasa, men xalaqit bermayman sizga. Yo'q, gapiring qo'y. Yana kimda savollar bor? Hozir. Bo'lmasa men chatda o'qiyman, ana shu chat bor-ku, tepaga chiqib ketyapti ham deb. Ay, maqtovga loyiqsiz, zo'r narx ekan debdilar. Rahmat, shu ko'proq maqtab turinglar bir kommentariyalarda. Rosa. Da, hozir shunaqa-ku. Da, hozir qayerdan bildim ishtirokchilarda baxillik ko'tarilganligini, to'lov qilgisi kelmaydi o'zini ruhiy rivojiga. Lutchi qovurilishni tanlashyapti. Menda shunaqa tajriba bo'lgan. O'zimdagi tajriba. Buni ko'p aytib berganman, yana aytib beraman. Shunaqa bo'lganki, menda pul berilgan uyg'onish kursi uchun. Oson yo'l berilgan boshida. Chunki 2020-yil karantin vaqtlari oson yo'l berilgan, pul ham berilgan qo'limga. Yo'l ham berilgan, xohish ham berilgan, g'oya ham berilgan. Qiziqanib to'lamaganman. O'sha kursga bermaganman qo'limdagi o'sha pulni. Va pastga bu mana bunaqada har bitta o'lchamni o'zini qo'riqchilari siz imtihon qilishadi. Qani buni ongi tayyormi? Yo'q, bu tayyor emas ekan. Mayli, pastga o'lchamda yashab tur. Men pastga o'lchamga tushib ketganman. Shu qadar tushganki, men u o'lcham o'sha ongim yuqoriga chiqib bo'lgan, pastga o'lchamga tushib, yashab, ta'mini olib, qovurilib, keyin tillalarimni sotib bo'lsa ham kursga yozilganman. Sababi juda katta og'riq berilgan, chuqur dars berilgan. Keyin men o'shandan keyin tushunganman, hech qachon ruhiy rivojdan pul ayamayman. Topgan pulimni ruhiy rivojimga tiqishim kerakligini tushunganman. Chunki qovurilishda mana shu so'zlar yeb qo'yadi-da sizni. O'ldiryapti prямо shu so'zlar. Va bolachalarim tinimsiz kasal bo'lishni boshladi. O'zim tinimsiz kasal bo'lishni boshladim. Keyin retretga kirsam, master shunaqa baxtli o'tib bo'lganda o'lchamli yo'q, kasallik yo'q. Oson, yengil hayotda yashayapti. Uni ko'rib ko'zlarim chaqnab ketgan. Bor ekan-ku shunaqa hayot. Mana-ku. Keyin tushunganman, u master har doim pulli kurslarni sotib olgan har bitta ishtirokchilar oson, yengil o'tib ketgan. Men u kurs tashladim. Taniganlarimga qarasam, ularda yo'q. Men tushib ketganman chuqurlikka. Keyin men qarasam, pullarim ketyapti, oylik olaman o'sha paytda. Bemalol to'lov qila olaman, qiziqarchilik yana borda, to'lov qila olmaganman. Keyin pul ketyapti kasallikka. Buni kasal bo'ladi, pul ketadi. To'xta degan. O kasallik qayerdan kelib chiqadi? Qabul qilinmagan vaziyat, shamollayverishyapti. 2020-yil. Keyin men o'zigimni olib sotganman. Pullarim sotishni boshlagan. Qo'limda pul bo'lmagan. Hamma narsani olib qo'yishgan. Pulim ham olib qo'yishgan, xohish ham olib qo'yishgan. Tushun endi, davay pulli kurslarga ochil, davay ruhiy rivojiga pulingni sarfla. Pulni nima uchun beryapmiz? O't o'zingni yo'lingga. Hamma uyg'onish yo'liga o'tish kerak. Endi bu yoqqa kelganlar shunaqa yo'l. Endi hammani ham men bilmayman, qaysi yo'ldan ketishadi. Va shundan keyin
man pulli kursga ochildim va 3 oylik retrit edi u. Uni ta'mini totdim va butunlay protsesslar ko'tarildi. Man ochilishni boshladim, man uyg'onishni boshladim, man yangi bosqichga chiqishni boshladim. Shundan keyin to'xtovsiz pulli kurslarni olishni boshlaganman va hech qachon pul ayamayman bilimlarga pul to'lashga. Bir oyda $3000 ham to'laganman, $5000 ham to'laganman. Pulam kelaveradi yana. Chunki qarang, men tajriba sotib olaman. U bosib siz pul to'layotganda master tajribasini sotib olasiz. Mana qarang, tajriba sotib olmaganimda vaziyat berildi. Vaziyat bo'ldi shunaqasida men bitta urib boshida yerga urildimda, og'riqni zo'ridan o'tyapman o'sha savoldan. Pulga sotib olsam, o'sha og'riq ham berilmayapti, turish anglaganimni uzatib ketyapman sakrab. Bilim borligini. Chunki ko'rmaganman, qanaqa nimada turganimni, qayerda turganimni, yangi bosqichga chiqishim kerak bo'lganman. Hozir bitta hamma chiqish kerak. O'sha energiyalar 2025-yil energiyasi 2020-yil energiyalari bilan bir xil otvoradi o'lcham. Tayyor emasmisiz, otvoradi. Yashab tur, bor qulligingda deydi. Bir hammani qulligini qilib chiq deydi. Bir qo'rilib tur deydi vaziyat. Menga shunaqa bo'lgan. Pul to'lamoqchi emasman. Birinchi oson yo'l taklif qilinadi sizga. Mana taklifim sizga. Hozir takliflar ko'p. Nurmasterlar hammasi chiqib taklif beryapti. Bular taklif sizga. Kelinglar, mana bu yerda nur yo'li bor. Mani tajribamni ol, oson o't. Yop kasallik savolingni. Yop, kasal bo'lib o'lib ketma. Yer programmalariga farqi yo'q. Siz kasal bo'lib o'lib ketasizmi? Dabdalangiz chiqib ketadimi? Qo'lingiz mana bu yerdan rak bo'lib kesib olishadimi? Umuman farqi yo'q. Yerga doir shu smyslarga. Shuni tushunib qolganimdan keyin men birinchi pulli kurslarga topgan pulimni tiqaman. Mayli kiyimman, shu kiyinmasdan turing, lekin bunga beraman. Mana agar pul savollari egomni xohishini buqa qo'yib qo'yaman, lekin men bunga beraman. Uni bergan bilimiga, uni bergan xotirjamligiga, uni bergan energetik narsasini menga hech narsa bera olmaydi. Uni bergan rivojini ko'rib turibman ko'zim bilan, energetik. Mana yupqa pardalarda baxtni, erkinlikni, erkin yashash, maza qilib yashash, matman shu smyslardan ozod bo'laverasida, ozodlik, ruh ozodlikka chiqadi. 3-ko'z ochiq-ku ko'rib turaverasizda. 3-ko'z ochiq-ku menda ko'rib turaman hamma jarayonni. Menga kelgan hammada 3-ko'z ochilib ketadi. Intuitsiya ochiladi. Xuddi shunaqa bugun o'zimni maqtash buni. Bo'ldi. Yo'q, buni aytilishi kerak edi. Sababi aytishim kerak men sizga. Siz bilishingiz kerak, anglashingiz kerak. Keyin tanlov qilaverasizda. Tak, yana kimda savol bor? Gruppoy coaching haqida qanaqa savollar ko'tarilgan sizda? Juda ajoyib efir bo'lyapti. Kerakli ma'lumotlarni beryapsiz. Elena, rahmat. Tak, agar savollar bo'lmasa, gruppoy coachingda har bir kutib qolaman. Bizda to'lovlar bor. 2ga bo'lib to'lashingiz mumkin. Men bitta narsani his qilishingizni xohlardim. Asosiy maqsad pul emas, lekin pulni rad etmaymiz. Pul kerak. Menga pul kerak. Men ham o'qiyman, men ham o'qishlarimga pul to'lab qolaman. Har bitta yurgan taksist pul. Bu mening ishim. Stomatologga borsangiz ham pul oladi, misol uchun. Xususiy bog'chaga qo'ysangiz ham hech qayerda tekin tomosha yo'q. Lekin bitta narsani his qilib oling. Ruhiy bilimlarga to'langan pul bu siz to'layotgan summadan olayotgan natijangiz
pulga ham chaqib bo'lmaydi. Oltinlarga teng u tajribalar. Uni pulga ham sotib ola olmaysiz uni. Yo'lni olasiz siz, oson, yengil tajribani olasiz. Ayniqsa individualniy coaching ishlarida. Master bilan yaqama-yaqqa ishlaganingizda. Xo'p, bo'lmasa, savollar bo'lmasa, efirni yakunlayman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Gruppoviy coaching konsultatsiya kursida sizni kutib qolaman. Bemalol 2 ga bo'lib to'lashingiz ham mumkin. $50 juda ham oson summa. Rosa osonlik bilan to'lov qilib qo'ya qolasiz. Birdaniga to'lov qilsangiz ham u pul sizda bor, sizni qo'lingizda bor. Va 1 oy, faqat 2 oylik ish bo'ladi. Pulni faqat siz bilan ishlanadi. Mana sizda nima savol ko'tarilgan bo'lsa, o'sha savollar bilan ishlanadi. Har biringizni kutib qolaman. Maza qilib ishlaymiz. Qaranglar, mana bunaqada menga natijaga chiqarish juda qiziq insonlarni. Siz natijangizni ko'rish qiziq. Juda xursand bo'laman. Siz natijaga chiqsangiz, ongiz yangi bosqichga chiqqanini ko'rsam, marra meniki. Meni asosiy Xudoni oldidagi, borliqni oldidagi xizmatim shu. Va berganingizdan ham ziyodasini olib ketasiz. Zulxumor opa aytganlaridek. Tak. Savollar bormi? O'zingizning shaxsiy savollaringiz bo'lsa bering. Agar savollarga javob olgan bo'lsangiz, savollar bo'lmasa minus qo'ying. Keyin men efirni yopaman. Efirda yopib kelmayapti. Tak. Rahmat Zulxumor opa. Tak, bo'lmasa hammaga rahmat. Har biringizni asl baxt yaratuvchisi gruppoviy coachingda kutib qolaman. Bugun men sizlar bilan ishlamoqchi edim savollaringiz bilan. Keyingi safar ishlaymiz. Kamerani ochib, keyingi safar gruppoviy ishlaymiz. Agar hozir ham ishlamoqchi bo'lsangiz, savollaringizni bersangiz bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lmasa, keyingi safarga ishlaymiz. Hammangizni yaxshi ko'raman. Har biringizga nurli yo'l tilayman. Qo'llaringizdan, qalblaringizdan o'pib qolaman. Keyingi efirlargacha ko'rishguncha xayr.